Agar kim o'z ixlosida ixlosni ko'rsa, uni ixlosi ixlosga muhtojdir. Tushunish qiyin-a? Ixlos ixlosni berkitishdan iboratdir. Kim o'z ixlosida ixlosni ko'rsa, uning ixlosi ixlosga muhtojdir. Ixlos nima desa, ixlosingni bekitishing kerak. Birov ko'rmasin ixlosligi ekanligini. O'zing ham men ixlosli bo'lib qoldim demagin. Ibodat qilib qo'yib, xijolat bo'lib turgin deydi. Ibodat qildi, qoyillatdi-yu, yana kam bo'lib qoldi deb xijolat bo'lish kerak ekan. Boplab yordim desa bo'lmas ekan. Kimki o'z ixlosida mana bizda ham ixlos bor ekan-u deb ixlosni ko'radigan bo'lsa, uni ixlosi ixlosga muhtoj. Ixlos emas. Yana harakat qilish kerak bu odam ixlosga yetish uchun. Ana, demak, qilayotgan ibodati, amali, savobli ishlari, boshqalarni haligi odam o'zi men qoyillatib qo'ydim, nuqtasiga yetkazdim degan xayolga ketib qolsa, yoki boshqalarga meni ixlosimni ko'rdinglarmi deb ular ham palonchi ixloslikka o'xshaydigan bo'lib qolsa, ixlosiga putur yetibdi ekan. Bunday odam deydilar mashoyixlarimiz, o'z nafsini tanisin. O'z nafsini tanisin va ashnaqa jilovdan chiqib boshqa yoqqa ketib qolishni to'xtatib nafsini jilolaydigan bo'lsin. Ibodatni juda ham o'tkazib qo'yarganda ham yana kam bo'ldi-da, yaxshiroq qilishim kerak degan xijolatchilik bilan tursin.